Hoyke. Keling endi bizni ko'chaga. Bolla, hozir eng ishonarlisi Mosbek. Ishonlaring bitta pul tikazarlar uchadi puling. Ba'zanlarni majburlayotganim yo'q. Prosta pul tikib ko'rlaring, juda yaxshi ishlagan, to'g'rimi? Pullaring 10x bo'lib qaytsa. Ishonchliman? Ha, 100% ishonchli. Ishonchli bo'lmasa, men o'zim shuning ichida yurmayman-ku. Kelajak turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishi kerak? Turmush o'rtog'im bir oyiga $50,000 topishi kerak. Chunki o'zimni rasxodimim 15,000 bo'ladi. Mahrga gelik bilan Toshkent City'da 8 xonali uy olib beramiz deyman. Kim bu? Bu otasining amalga oshmagan orzulari uchun harakat qilayotgan farzand. Bola go bo'l. Go ketadan chiqolma. Adan chiqdi, bo'l, B'ga bor. Mitta. Qanaqa B mittaman nom. Go bo'l. Adan keldim men. B'dan ke granata ot, bo'l. Smoke, tasha smoke. Ko'rmayapti hech narsa. Ol, davay, diffuse qil. Bo'l. Bular kim? Bular qimmatli vaqtlarni tekinga sotayotgan yoshlar. Beringlar, menga ovoz beringlar, bolalar, menga ovoz beringlar. Yo'q, menga ovoz beringlar. Kal qilamizmi? Menga berlaring, bitta raund olinglar, yechiltiramiz shuni. Bolalar eshitdilar, mahalladagi Sobir aka bor, yangi mashina olibdilar. Voy yo'q, voy o'zi yomon qarnom topardi shu brat bor. O'zi o'tgan oy 2 oy oldin uyini yangilagan edi shu. Ha, shu. Anonicha eshitdilar, Nargiz opani qizi qaytib ketdi, kichkina qizi. O'zi rasa shu qizni ham erga toy boqqanda, o'zi ham. Ha. Eri chidamashni foiz Ularda odam chiqmaydi. Qara, hammasi ertalab sahardan kelib, kechki vaqtgacha g'iybat qiladi. Men o'zi bilardim, Mahallada g'iybat qilmagan odamning o'zi qolmagan. Va eng qizig'i, bularning hammasi erkak kishi. Ya, bo'lmaydi bular. Pulni haromda yashaydi bular. Ha, bir narsani aytish yodimdan chiqdi. Bu ko'chada borgan sari botqoqligi botaverasan. Lekin men ketishim kerak. Siz ketsangiz, men ketsam, bu ko'chani kim to'ldirib turadi? Nega? Maqsad nima? Bu ko'chani oxiri bormi? Maqsad yo'q. Maqsad bo'lganda bu ko'chaning nomi ilmsizlik ko'chasi bo'lmas edi.